Qalaysizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Tayyorgarliklar mingmi? Nimaga? Ashula aytishga. Bugun birgalikda kuylaymiz ham? Albatta konsertda zo'r o'tishi siz aziz muxlislarga bog'liq va bilasanmi Komil? San'atkorlarni muxlislari umumiy olgan holda fe'l-atvori farq qilar ekan. Ha, yo'g'i. Ha, misol uchun mana Million jamoasining konsert dasturlarida ko'chadagi stenkalarda mashinani qo'yishga joy bo'lmas ekan. Bunyodbek Saidovni konsertlarida esa muxlislar kiraverishda уже raqsga tushib kiraveradi. Shunaqasi ham raqs bo'lar ekan deb. Buni menga bugun aynan mana shu xalqlar do'stligi san'at saroyining bir xodimlari bilan gaplashib qoldik soundcheck jarayonida. Ular aytdilarki, shu Benom guruhini konsertlariga mazza qilamiz deb aytdilar. Men hayron bo'ldim. Endi men o'ylayman, karaoke konsert dasturi, muxlislar birgalikda jo'r bo'lib kuylamoqda. Haligi bir mana shu bizani haligi bir достижениyalarni yetatiramiz. Sizlarni maqtayaptilar. Oxirida bundoq qilib eng akkuratli muxlislar Benom guruhida dedilar. Aytib gap bu yoqda ekan. Zo'r o'tishi nima uchun ekan? Chunki bizning konsertlardan so'ng deyarli yig'ishtirishmas ekan. Mana shu darajada bizning muxlislarimiz toza va ozoda o'tirishar ekan. Va har biringiz bilan faxrlanamiz. Bundan juda ham xursand bo'ldik biz. Endi bu ham bir san'atkor uchun faxrda. Benom guruhining muxlislari akkuratni, toza ozoda, ulardan keyin deyarli yig'ishtirmaymiz deganlardan keyin xursand bo'lib ketdik. Men bir zalni tomosha qilmoqchi edim. Chiroq ustalaridan bir zalni